Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli bo'lajak yuristlarimiz, bo'lajak prokuror, bo'lajak sudyalarimiz. Demak, bugungi darsimiz O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlari hamda O'zbekiston Respublikasida moliya va kredit mavzusida bo'lib o'tadi. 9-sinf huquq darsligimizda keltirib o'tilgan. Mavzuga to'xtalishdan oldin ushbu mavzularimizni huquqiy asos haqida birmuncha to'xtalmoqchiman. Darsligimizda qisqacha ma'lumot berilgan, lekin konstitutsiyamizda sal batafsilroq ma'lumotni o'qishingiz mumkin. Konstitutsiyamizni aynan ana shu 25 plus 26-boblari 143-moddadan to 151-moddagacha aynan O'zbekiston Respublikasida prokuratura organlari, O'zbekiston Respublikasida moliya hamda kredit siyosatiga bag'ishlangan. Prokuratura haqida agar batafsil o'rganmoqchi bo'lsangiz, prokuratura to'g'risida qonunimiz ham mavjud. Prokuror qonun himoyachisi. Prokuror so'zining o'zi lug'aviy ma'nosi nima? Lotin tilidan tarjima qilganimizda g'amxo'rlik qiluvchi degan ma'noni bildiradi. Agar fransuz tilidan tarjima qilganimizda esa qoralovchi degan ma'nolarni bildiradi. 8-sinf eski huquq darsligidan ma'lumot. Xo'p, lotin tilidan olingan bo'lib, prokuror iborasining tarjimasi g'amxo'rlik qilmoq degan ma'nolarni bildiradi. Shuningdek, ushbu so'z davlatning barcha qonunlariga aniq va so'zsiz rioya etilishi borasida g'amxo'rlik qilish ma'nosida qo'llaniladi. Prokuraturaning asosiy vazifasi nima o'zi? Asosiy vazifasi, eng ustuvor vazifasi konstitutsiyamizda ham, qonunchilik hujjatimizda ham keltirib o'tilgan qonunlarni aniq va bir xilda rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish hisoblanadi. Ya'ni kontrol vazifasini amalga oshiradi aynan prokuratura organlari. Prokuratura organlari fuqarolarning davlat va jamoat tashkilotlariga arizalari, shuningdek shikoyatlari, murojaatlarini ko'rib chiqadilar. Putur yetkazilgan huquqlar tiklanishi borasida chora-tadbirlar ko'radilar va fuqarolar hamda tashkilotlarning qonuniy manfaatlarini himoya qiladilar. Prokuraturaning asosiy vazifalari qilib prokuratura to'g'risida qonunimizning 2-moddasida quyidagilar etib ketilgan, ya'ni qonun ustuvorligini ta'minlash, qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish, shuningdek konstitutsiyaviy tuzumga qarshi jinoyatlarni oldini olish, shuningdek huquq buzarliklarni oldini olish va profilaktika qilishdan iborat ekanligi aytib ketilgan. Prokuror qonun himoyachisi. Prokuratura organlari sud tizimiga kirmaydi, suddan alohida organ hisoblanadi va suddan mustaqil hisoblanadi. Sud majlisida ishtirok etish asnosida prokuror davlat nomidan prokuror nazoratini amalga oshiradi. Ya'ni sudlarning harakatlarida qonun buzilishiga yo'l qo'yilganligi yoki aksinchaligini aniqlaydi. Prokuratura to'g'risidagi qonunga yuzlanadigan bo'lsak, prokuraturani, ya'ni prokurorning 5 ta nazorat hujjatlari bor edi. Protest, qaror, ariza, taqdimnoma hamda ogohlantiruv. Ana shu hujjatlar orqali u qonun buzilishiga yo'l qo'yilganligi yoki aksinchaligini aniqlaydi. Xullas, nazorat hujjatlarining soni 5 ta. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlarining asosiy vazifalari: qonun ustunligini ta'minlash, qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquqlari hamda erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini himoya qilish, konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilish, huquq buzarliklarni oldini olish hamda profilaktika qilishdan iborat hisoblanadi. Xo'p, prokuratura organlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 144-moddasiga muvofiq hududiy prokuratura organlarini markazlashtirilgan yagona tizimiga aynan prezident tomonidan tayinlanadigan va lavozimdan ozod qilinadigan bosh prokuror rahbarlik qiladi. Prokuratura to'g'risidagi qonunimizga muvofiq O'zbekiston umumiy prokuraturasiga umumiy rahbarlikni kim amalga oshirardi? Aynan bosh prokurorimiz. Hozirgi paytda bosh prokurorimiz bu Nig'matilla Yo'ldoshev hisoblanadi. Uni kelish tartibi qanday? O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisini Senatini ma'qullaganidan so'ng prezident tomonidan lavozimga qo'yiladi va lavozimdan ozod etiladi bosh prokurorimiz. Va kimning oldida hisobdor hisoblanadi? Ana shunday Oliy Majlisning Senati hamda prezidentimizning oldida aynan hisobdor hisoblanadi bosh prokurorimiz. Xo'p.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentini bosh prokurorini lavozimiga tayinlash va lavozimdan ozod qilish to'g'risidagi farmoni Oliy Majlis Senat tomonidan tasdiqlanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasiga, Qoraqalpog'iston Respublikasining prokuraturasiga bizni bosh prokurorimiz rahbarlik qilmaydi. Qoraqalpog'istonning o'zining alohida prokurori mavjud. Uning kelish tartibi qanday? Endi bizning Oliy Majlisimiz bor-ku, qonun chiqaruvchi idoramiz. Qoraqalpog'istonda ham xuddi shunday Oliy Majlisi bor. U Jo'qorg'i Kengesi deb ataladi. Ana shu Jo'qorg'i Kengesi va O'zbekiston Respublikasining bosh prokurori ikkalasi kelishgan holda Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurorini lavozimiga qo'yadi va lavozimdan ozod etiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasining prokurori endi kimning oldida hisobdor hisoblanadi degan bo'lsangiz, bizning bosh prokurorimizni hamda Qoraqalpog'iston Respublikasining Jo'qorg'i Kengesining oldida hisobdor hisoblanadi. Ana shu narsalar slaydimizda qayd etib ketilgan. Prokuratura organlari. Prokuratura organlari tizimi. Prokuratura to'g'risidagi qonunimizga muvofiq prokuratura organlarining tizimi bu eng cho'qqisida O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi turadi. Ya'ni u yuqori bo'g'in deb yuritiladi. O'rta bo'g'inlar qaysilar? Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi, viloyatlar hamda Toshkent shahar prokuraturalari bular o'rta bo'g'in prokuraturalari deb yuritiladi. Shuningdek, tumanlar va shahar prokuraturalari, viloyat prokuraturalariga tenglashtirilgan harbiy prokuratura hamda transport prokuraturasi, tuman prokuraturasiga tenglashtirilgan harbiy okruglar, hududiy harbiy, transport hamda ixtisoslashtirilgan prokuratura. Bular quyi prokuratura deb yuritiladi. Sizlarga bu prokuratura organlari tizimidan qanday savol tushadi? Tuman prokuraturasiga tenglashtirilgan prokuraturalar qaysilar? Ular hududiy harbiy, transport hamda ixtisoslashtirilgan. Viloyat prokuraturasiga tenglashtirilgan prokuraturalar qaysilar? Harbiy hamda transport prokuraturasi tamom. Bular prokuratura organlarining tizimi edi. Shuningdek, shaharlar, tumanlar va viloyatlar prokurorlari O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori tomonidan tayinlanadi. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori, Qoraqalpog'iston prokurori, viloyat, tuman, shahar prokurorlarining vakolat muddati 5 yil hisoblanadi. Shuningdek, bosh prokuraturasining qoshida ikkita organimiz tashkil topgan, ya'ni bosh prokuraturaning huzurida ikkita organ tashkil etilgan. Birinchisi Majburiy ijro byurosi, ikkinchisi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti. Majburiy ijro byurosi eski 8-sinf huquq darsligimizda 2019-yil 29-may sanasida tashkil etilgan deya keltiriladi, lekin 2017-yil 29-may sanasida tashkil etilgan. Shuningdek, xullas, departament hamda MIB tashkil etilgan. Departamentga umumiy rahbarlikni departament boshlig'i amalga oshiradi. Majburiy ijroga umumiy rahbarlik desa, byuro direktori amalga oshiradi. Prokuraturaga umumiy rahbarlik desa, biz bosh prokurorimiz amalga oshiradi. Departament haqida ozgina gaplashamiz. Departamentning boshlig'ini kelish tartibi qanday? Departamentning boshlig'i bosh prokurorimizni taqdimnomasiga binoan prezident tomonidan lavozimga qo'yiladi, lavozimdan ozod etiladi. Va departament boshlig'ining lavozimi qaysi lavozimga tenglashadi? Bosh prokurorimizni o'rinbosari lavozimiga tenglashadi. Prokuratura to'g'risidagi qonunimizga muvofiq bosh prokurorimizni birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlariga ega edi. Endi byuro direktorining kelish tartibi qanday? Byuro direktorining kelish tartibi ham xuddi shunday. Departament boshlig'i singari, u ham bosh prokurorimiz taqdimnomasiga binoan prezident tomonidan qo'yiladi, prezident tomonidan olinadi. Lavozimi tenglashadi, bosh prokurorimizni o'rinbosari lavozimiga tenglashadi. Prokuror nazoratiga oid hujjatlarning turlari. Prokuror qonun buzilganligini aniqlab, prokuror quyidagi choralarni ko'rishga haqli hisoblanadi. 5 ta nazorat hujjati mavjud, ya'ni protest, qaror, taqdimnoma, ariza hamda ogohlantiruv. Protest. Qonunga zid bo'lgan hujjat qabul qilinganda, prokuror uni qabul qilgan organga protest kiritadi. Protestni asl mohiyati nimada? Sizlarga bitta misol orqali tushuntiraman. Aytaylik, prokuratura xohlagan tashkilotni eshigini tepib kirib, sen qonunga muvofiq ish qilyapsanmi yoki qonunga nomuvofiq ish qilyapsanmi deb
faoliyatini tekshirishga haqqi bor. Bu vakolat faqatgina prokuraturaga berilgan. Aytaylik, soliq organiga kirdida, tuman soliq organiga kirdida faoliyatini tekshirishi davomida qonunga zid bo'lgan hujjatni aniqladi prokuror. Endi nima qiladi? Tuman solig'ini ustidan, ya'ni tuman solig'idan yuqori turuvchi organ, viloyat soliq qo'mitasiga endi prokuror protest kiritadi. Qanday ma'noda? Tumaning, ya'ni seni huzuringdagi, sen tumaningdagi soliq qo'mitasida qonunga zid bo'lgan hujjat aniqlandi. Shuni to'g'rilab qo'ygan, shunga o'zing nazoratga olgin degan ma'noda endi o'zidan yuqori turuvchi organga yoki o'ziga protest kiritadi. Protestni ko'rib chiqish muddati 10 kun hisoblanadi, yo 15 kun hisoblanadi. Protestni ko'rib chiqish muddati 10 kun hisoblanadi. Natijasi esa, protestning natijasi esa 3 kun muddat ichida prokurorga yozma ravishda e'lon qilinishi shart. Ikkita holatimiz keltirilgan protestga oid. Yana agar narigi taraf ushbu muddatlarga amal qilmasa yoki prokurorning protestini rad etgan taqdirda prokuror protestni 1 oy muddatning ichida sudga kirgizdirib yuborish huquqiga ega deb turib prokuratura to'g'risida qonunda ham aytib ketyapti bu narsani. Ariza, ikkinchi nazorat hujjati. Prokuror fuqarolar, yuridik shaxslar va davlatning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun ariza bilan sudga murojaat qilishlari mumkin va prokurorning arizasidan davlat boji olinmaydi. Arizaning mohiyati o'zi mana shu muomalaga layoqatsiz, sud tomonidan muomala layoqati cheklangan shaxslar yoki aqli zaif. Mana shunaqa shaxslarning nomidan sudga da'vo ariza kiritib beradi. Va prokurorning arizasidan davlat boji olinmaydi. Qaror mansabdor shaxs yoki fuqaro tomonidan qonun buzilishining mazmunidan kelib chiqqan holda prokuror jinoyat ishini qo'zg'atish to'g'risida ma'muriy javobgarlikni qo'llash to'g'risida, shuningdek prokuratura to'g'risida qonunda yozilgan intizomiy ish qo'zg'atish to'g'risida ham qaror chiqarishi mumkin. Qarorning ko'rib chiqish muddati 15 kun, natijasi esa 3 kunlik muddatda yozma ravishda prokurorga xabar qilinishi kerak bo'ladi. Taqdimnoma shart-sharoitlar to'g'risidagi taqdimnoma prokuror tomonidan organga yoki qonun buzilishini bartaraf etishga mas'ul mansabdor shaxsga kiritiladi. Taqdimnomada endi qanday bo'ladi? Endi jinoyatni o'zi uchun emas, balki jinoyatga sabab bo'lgan shart-sharoitlar nima? Jinoyatning sabablari, shart-sharoitlarigacha, ya'ni tub mohiyatigacha o'rganib chiqiladi endi taqdimnomada. Taqdimnomani ko'rib chiqish muddati darhol ko'rib chiqilishi shart va 1 oy muddatni ichida yozma ravishda prokurorga xabar qilinishi kerak. Agar prokurorning nazorat hujjatlaridan sizlarga test tushadigan bo'lsa, albatta muddatlardan tushadi. Albatta muddatlardan tushadi. Ogohlantiruv. Fuqarolarning qonun bilan himoya qilinadigan manfaatlari, huquqlari va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan noqonuniy xatti-harakatlar haqida ishonchli ma'lumotlar mavjud bo'lganida prokuror tomonidan qonun buzilishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi to'g'risida yozma shaklda mansabdor shaxslarga va fuqarolarga ogohlantirish ma'lum qilinadi va qonun buzilganligi uchun javobgar ekanligi bildiriladi. Ya'ni qilmoqchi bo'lgan xatti-harakatini oqibati haqida shunchaki prokuror ogohlantirib qo'yadi ana shu tashkilotni. Bu ogohlantiruv deb ataladi va buni muddatlari yo'q. Sizlar bilan keling nazorat hujjatlarining muddatini qaytarib chiqamiz. Chunki test tushadigan bo'lsa, aynan muddatlardan test tushadi. Protestni ko'rib chiqish muddati 10 kun. Natijasi haqida 3 kunlik muddat davomida yozma ravishda xabardor qilish kerak prokurorni. Agar prokurorning protesti rad etilgan taqdirda yoki yuqoridagi muddatlarga amal qilmagan taqdirda keyingi taraf prokuror protestni 1 oy muddatning ichida sudga kirgizdirib yuborish huquqiga ega bo'ladi. Qarorning ko'rib chiqish muddati 10 kun hisoblanadi. Natijasi haqida esa 3 kunlik muddat ichida yozma ravishda xabardor qilinishi kerak bo'ladi.
Taqdimnoma darhol ko'rib chiqilishi kerak. Natijasi haqida esa 1 oylik muddat ichida yozma ravishda ma'lum qilinishi kerak bo'ladi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasida prokuratura sohasiga oid qanday chora-tadbirlar ko'rilgan? Ana shular haqida ozgincha gaplashib o'tamiz sizlar bilan. Prokuratura organlarida siyosiy partiyalar va harakatlar tashkil etish taqiqlangan. Shuningdek, prokurorlar o'z vakolatlari amal qiladigan davrda siyosiy partiyalarga a'zo bo'lishi mumkin emas hisoblanadi. Hamda siyosiy maqsadlarni ko'zlovchi boshqa jamoat birlashmalarida a'zolikni birmuncha to'xtatib turadi. Prokurorlarga pullik xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanish va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish ham taqiqlanadi. Shuningdek, endi bulardan ilmiy, ijodiy, pedagogik faoliyat tashqari o'qituvchilik qilishi mumkin, har xil maqolalar yozishi mumkin. Ya'ni ilmiy, ijodiy, pedagogik faoliyat bilan shug'ullansa bo'laveradi. Shuningdek, prokurorlarning boshqa tashkilotlarda va korxonalarda o'rindoshlik asosida ishlashi taqiqlangan. Sizlar prokuraturani, ya'ni prokurorlarni faoliyatiga doir cheklovlarni to'liqroq bilmoqchi bo'lsanglar, prokuratura to'g'risidagi qonunning 43-moddasini oching. Xo'p. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasida quyidagi chora-tadbirlar belgilanib o'tilgan prokuratura sohasiga oid. Prokurorlar va prokuratura tergovchilari davlat muhofazasida hisoblanadi va xizmat xavfsizligiga, ya'ni ularga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini tergov qilish faqat prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu normamiz prokuratura to'g'risidagi qonunda ham keltirilgan. Ya'ni prokurorlar daxlsizlik huquqiga ega bo'ladi. Prokurorlarning daxlsizligi nima degani? Agar prokurorlar jinoyat sodir etgan taqdirda ularga nisbatan jinoyat ishini qo'zg'atish masalasi undan yuqori turuvchi prokuror tomonidan hal etiladi. O'zbekiston Respublikasida aynan 3 ta organga daxlsizlik huquqi berilgan. Birinchisi prokuratura, ikkinchisi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari hamda senat a'zolari va prezident hisoblanadi. Prezident agar jinoyat sodir qiladigan bo'lsa, unga nisbatan impeachment instituti ishlab chiqarilmagan. Ya'ni davlat rahbarini javobgarlikka tortish masalasi hali ishlab chiqarilmagan O'zbekiston Respublikasida. Shuningdek, davlat hokimiyati organlari, jamoat birlashmalari va ommaviy axborot vositalarini jinoyat ishlari tergov qilinayotganda, shikoyatlar, arizalar va hokazolar ko'rib chiqilayotganda prokuratura faoliyatiga aralashuvi taqiqlangan. Prokurorlar mustaqil hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining bosh prokurori O'zbekiston Respublikasi prezidenti va Oliy Majlis senatini oldida hisobot berishi shartligi aytilib ketilgan. Xo'p, huquq va iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligi bu unchalik bizga kerak emas bo'lgan slaydlardan biri. Davlatning moliya tizimi, moliya, bank, pul. Shularga o'tib ketamiz. Konstitutsiyaning 26-bobi. Xo'p. Davlatning moliya tizimi davlat pul mablag'lari jamg'armalarini yaratish, taqsimlash va foydalanishi uchun mavjud bo'ladi. Moliya tizimiga mamlakatning moliya muassasalari, banklar, omonat kassalar va hokazolar kiritilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi o'z moliya va pul bank tizimiga ega hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 147-moddasi, 148-moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti respublika budjetidan, Qoraqalpog'iston budjetidan va mahalliy budjetlardan iborat. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasining budjeti ham O'zbekiston Respublikasining davlat budjetini ichiga kirib ketadi. Ushbu normalar 148-moddada keltirib o'tilgan. Xo'p, davlatning moliyaviy iqtisodiy faoliyati qaysi yo'nalishlarda amalga oshiriladi? Budjetni qabul qilish, ijro etish, uning ustidan nazoratni amalga oshirish, shuningdek soliqlarni yig'ish, pul belgilarini chiqarish hamda moliya va iqtisodiyot sohasida alohida tartibni saqlash, shuningdek kreditlar, imtiyozlar va hokazolarni berish, moddiy yordamga muhtoj fuqarolar, aytaylik nogironlar, yetimlar va hokazolarni ijtimoiy muhofaza qilish, madaniyat ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, shuningdek atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha bir qator chora-tadbirlarni belgilash va tashqi iqtisodiy faoliyat va xalqaro hamkorlik borasida bir qator chora-tadbirlar belgilanib o'tilgan.
Shuningdek, moliya tushunchasi, moliya tushunchasiga 11-sinf huquq darsligida ham ta'rif berib o'tib ketilgan. Moliya fransuzcha finance, ya'ni naqd daromad so'zidan kelib chiqqan. Keng ma'noda pul mablag'lari davlat pul mablag'larining aylanishi moliya hisoblanadi. Moliya tizimi davlat va xo'jalik yuritish subyektlarining pul mablag'lari jamg'armalarini tashkil etish, taqsimlash va ulardan foydalanish shakllari, metodlari tizimi hisoblanadi. Xo'jalik yuritish subyektlari kimlar? Xo'jalik yuritish subyektlari. Bular tadbirkorlik subyektlari qisqa qilib aytganda, mas'uliyat cheklangan jamiyatlar, ya'ni MCJlar, aksiyadorlik jamiyatlari, AJlar, yakka tartibli tadbirkorlar va boshqalar bular xo'jalik yuritish subyektlari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining pul tizimi qachondan boshlab biz so'mga o'tganmiz? Qachondan boshlab so'm amalga kiritilgan? Ana shu narsalarni hozirlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasining pul tizimi rasmiy pul birligi bu so'm hisoblanadi. 1994-yil 1-iyuldan boshlab O'zbekiston Respublikasining rasmiy pul birligi sifatida so'm muomalaga kiritilgan. 1994-yil 15-oktyabrdan e'tiboran respublika hududida, ya'ni barcha to'lovlar va hisob-kitoblar faqat milliy valyutada so'mda amalga oshirilgan. Qachondan? 94-yil 15-oktyabrdan boshlab. So'm Markaziy bankka chiqaradigan qog'oz banknotlar va metal tangalar hisoblanadi. Faqatgina bir qog'oz ko'rinishda emas, u tangalar ko'rinishda ham bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi so'mi yagona pul vositasi sanaladi. Kim chiqaradi? Markaziy bank hisoblanadi. Davlatning bank tizimi. Banklarning tashkil etilishi va faoliyatining huquqiy negizi banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonun, shuningdek prezident farmonlari va O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hujjatlari tashkil qiladi. Bank nima degani o'zi? Bank asosiy ish faoliyati pul mablag'larini jalb qilish. Mablag'larni jalb qilish degani xullas qarz olish degani va joylashtirish hamda hisob-kitoblarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan moliya tashkiloti hisoblanadi. Iqtisodiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, banklar pul bozorida bo'sh turganlar bilan qo'shimcha resurslarga ehtiyoji bo'lganlar o'rtasida vositachi sifatida ish yurituvchi bir tashkilot hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida bank tizimi Markaziy bankidan va boshqa banklardan iborat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 151-moddasi. Xo'p, soliqlar. Soliqlar o'zi bizga nimaga kerak degan savolga hozir sizlar bilan javob topamiz. Soliq nima degani o'zi? Soliq bu barcha yuridik va jismoniy shaxslar davlat yoki mahalliy budjetga amalga oshiradigan umum majburiy to'lovlardan bir turi hisoblanadi. Umum majburiy, barcha uchun majbur hisoblanadi bu soliqlarni to'lash. Soliqlarni belgilash, yuritish va to'lash bilan bog'liq barcha munosabatlar soliq kodeksi bilan boshqariladi. Ya'ni soliqqa oid bo'lgan barcha munosabatlar soliq kodeksi bilan tartibga solinadi. Mazkur kodeksga muvofiq soliq tizimi O'zbekistonning barcha hududida yagona hisoblanadi. Soliq kodeksining 7-moddasiga muvofiq soliq qonunchiligi, soliq solishning majburiyligi, aniqlik, soliq organlarining soliq to'lovchilar bilan hamkorligi, adolatlilik, soliq tizimining yagonaligi, oshkoralik va soliq to'lovchining haqligi prinsiplariga asoslanadi. Shuningdek, soliqqa tortish bevosita amalga oshirilganda hisobga olingan daromaddan yoki mol-mulk qiymatidan hamda bil vosita bo'ladi. Ya'ni tovar va xizmatlar narxini, aksiz solig'ini, shuningdek boshqa bojlarni va hokazolarni amalga oshirish orqali undiriladi. Ya'ni soliqqa tortish bizda bevosita hamda bil vosita amalga oshirilishi mumkin ekan. Xo'p, bizda davlat hokimiyati hamda boshqaruv organlari 9-sinf huquq darsligimizda keltirilgan hokimiyat hamda boshqaruv organlari quyidagilar hisoblanadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar 8-sinf huquq darsligimizda 24-mavzusida bor edi. 6 ta huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlari. O'sha davlat xavfsizlik xizmatlari, ichki ishlar, prokuratura, adliya kirib ketadi uning ichiga.
shu soliq, shunga o'xshash 6 ta organimiz bor edi. Yo'l infratuzilmasi, atrof muhit muhofazasi, pensiyalar, ijtimoiy yordam tashkilotlari, ta'lim, sudlov organlari, fan, madaniyat va san'at, sog'liqni saqlash muassasalari hamda maktabgacha ta'lim muassasalari mana shular birgalikda davlat hokimiyati hamda boshqaruv organlarini tashkil etar ekan. Sizlarga savol tushishi mumkin, davlat hokimiyati hamda boshqaruv organlari qaysilardir? Ana shunda quyidagi davlat organlarini olsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xo'p, soliqlar. Soliqlar yig'imisiz mamlakat mavjud bo'la olmaydi. Adashmasam Turkmaniston davlati edi. Hech qanday soliqlarsiz, ya'ni aholidan hech qanday soliqlar olmaydigan davlat bu Turkmaniston edi, adashmasam. Chunki davlat ta'lim berish, mamlakat chegaralarini qo'riqlash va davlat ichkarisida tartib saqlash, davlat organlarining ishini muvofiqlashtirish kabi vazifalarni o'z zimmasiga olgan. Soliq yig'imi bo'lmasa, faoliyati moddiy ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan barcha shaxslarga mehnat haqqini to'lash imkoniyati ham bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasini pullarini bir 97% bu soliqlardan iborat. 97% soliqlar tashkil qiladi O'zbekiston daromadini. Agar soliqlar yig'ilmadimi, moddiy ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan barcha shaxslarga mehnat haqqini to'lashdan, ya'ni oyliklar to'lashdan yoki boshqa masalalar bo'yicha to'lashning imkoniyati yetkazilib bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi hududida yagona soliq tizimi amal qiladi. Soliqlar joriy qilishga kim haqqi bor? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasiga muvofiq soliqlarni joriy qilish vakolati faqatgina Oliy Majlisimizga tegishli hisoblanadi. Ushbu normalar Konstitutsiyamizning 149-moddasida keltirilgan. Xullas, ushbu mavzularimizni siz chuqurroq o'rganishingiz uchun sizga kerak bo'ladi. Ana shu Konstitutsiyamizning 25-bobi hamda 26-boblar, ya'ni 141-143-moddadan boshlab 151-moddasigacha bo'lgan moddalar, plus prokuratura to'g'risidagi qonunlarimizda o'qib qo'yishingiz va 9-sinf huquq darsligidan ushbu mavzuga bag'ishlangan mavzularda bir takrorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, shuning bilan 9-sinf huquq darsligidagi prokuratura organlari va moliya, pul va bank tizimiga bag'ishlangan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.